dunyoni ssenariysi oldindan yozilgan ulkan bir teatr sahnasi deb tasavvur qiling. Har bir so'z, har bir imo-ishora, har bir fojiali qulash va g'alabali ko'tarilish oldindan yozilgan o'sha ssenariyga ko'ra sodir bo'ladi. Barcha voqealar, jumladan inson xatti-harakatlari ham avvalgi sabablarning muqarrar natijasidir. Mana shu g'oya falsafiy determinizmning mohiyati bo'ladi. Katta portlashdan tortib ushbu videoni ko'rish uchun qabul qilgan qaroringizgacha barchasi avvaldan ma'lum bo'lgan. Determinizm tasodifni inkor qiladi va barcha narsani uzluksiz sabab va natija zanjiri orqali tushuntiradi. Agar har bir tanlov oldindan belgilangan bo'lsa, biz faqat borliq teatrining qo'g'irchoqlari emasmizmi? Determinizm bizning erkin iroda, axloq va hayot mazmuni haqidagi eng chuqur hissiyotlarimizni silkinishiga sabab bo'lishi mumkin. Faylasuflar, olimlar va mutafakkirlar boshi bu savol bilan ming yillar davomida og'rib keladi. Ushbu masala yechimi biz insonlarning borliq miqyosida ahamiyatimiz va o'rnimiz qanday ekanligini tushunish uchun juda muhimdir. Determinizm bu fatalizm emas. U bizni mutlaqo kuch-qudratsiz deb iddao qilmaydi. Uning iddaosi shuki, bizning tanlovlarimiz, garchi ular bizga mustaqil bo'lib tuyulsa ham, aslida bizdagi genlar, atrof muhit va tabiat qonunlarining uzluksiz ta'sir kuchi bilan amalga oshadi. Rube Goldberg karikaturasi misolida faraz qilib ko'ring. Sizning har bir xatti-harakatingiz sizga mustaqildek tuyulsa-da, ammo aslida ortida butun bir boshli mexanik mashina ishlayotgan bo'ladi va siz ushbu mexanik zanjirning so'nggi halqasisiz, xolos. Determinizm kecha paydo bo'lib qolgan g'oya emas. Qadimgi Yunoniston stoiklari koinotni oqilona va o'zgarmas tartib sifatida tasvirlashgan. Ular uchun erkinlik taqdirga bo'ysunishdan iborat edi, unga qarshi kurashdan emas. Stoik faylasuf Chrysippus fikricha, hatto bizning taqdirga bo'lgan munosabatimiz ham oldindan belgilangan. U buni xuddi aravaga bog'langan itga o'xshatadi. Unga o'z xohishi bilan yugurgandek tuyulsa ham, baribir aslida sudralayotgan bo'ladi. Ammo hamma ham bu fikrga qo'shilmagan. Gedonist faylasuf Epikur Kleineman, ya'ni atomlarning burilishi haqidagi tushunchani kiritgan. Bu erkin irodani mavjud deb ishonish uchun zarur g'oya. Uning atomlar tasodifiyligi haqidagi farazi kvant nazariyasining dastlabki shakli edi. Bu bahs haliyam barhayot. Koinot mexanik soat singari aniq ishlaydigan mexanizmmi yoki tasodiflar o'yini? Bu qadimgi g'oyalar zamonaviy tushunchalarimiz uchun fundament yaratdi. Isak Nyutonning harakat qonunlari koinotni oldindan bashorat qilish mumkin bo'lgan mexanik mashinaga aylantirdi. Agarda siz har bir zarrachaning joylashuvi va tezligini aniq bilsangiz, kelajakni ham bashorat qila olasiz. Fransuz matematigi Pierre Simon Laplace aynan shunday fikrda edi. Uning mashhur Laplace maxluqi bu gipotetik superintellekt bo'lib, determinizmning cho'qqisidir. Uning formulasi quyidagicha: mutlaq va mukammal bilim, mutlaq va mukammal bashorat degani.
Ammo Laplasning maxluqi bu faraziy g'oya. Insonlar har bir zarrachani kuzata olmaydi va keyinchalik Xaos nazariyasi shuni ko'rsatdiki, hisob-kitobdagi kichik xatolik ulkan kutilmagan natijalarga olib kelishi mumkin. Masalan, kapalak effekti nazariyasiga ko'ra, kapalakning kichik bir qanot qoqishi undan minglab kilometr uzoqlikda butun bir boshli dovulga sabab bo'lishi mumkin. Ammo bularga qaramay determinizm g'oyasi saqlanib qoladi. Hamma bilgan Albert Einstein ham bu g'oyaga ishongan va o'zining mashhur "Xudo shoshqol o'ynamaydi" degan iborasiga umrining oxirigacha sodiq qoldi. Fan bu hikoyani yanada murakkablashtirgani qoldi xolos. Kvant tasodifiyligi qat'iy determinizm uchun sinov bo'ldi. Lekin ba'zilar barcha qo'shtirnoq ichidagi tasodifiyliklar aslida borliqning ssenariysida allaqachon yozilgan deb hisoblashadi. Laplasning maxluqi taxtdan tushgan bo'lsa-da, mexanik soat metaforasi hali ham yashab kelmoqda. Agar determinizm haqiqat bo'lsa, bizda iroda erkinligi bormi? Comparabilist faylasuflar, masalan, Daniel Dennett, erkin iroda va determinizm o'zaro chiqishi mumkin deb hisoblaydi. Ular uchun erkinlik bu majburlovsiz qarorlar qabul qilishdir. Ko'k choy yoki qora choy o'rtasidagi tanlov muqarrar bo'lsa ham, bu baribir erkin tanlovdir. Qarama-qarshi lagerdagi incomparabilistlar bunga qat'iyan qarshi. Ular haqiqiy erkin qarorlar sabab va oqibat zanjiri ta'sirisiz amalga oshishi kerak deb hisoblashadi. Biroq determinizmning eng qiyin tarafi bu axloqiy javobgarlikdir. Agar qotilning qotillik qilishi oldindan belgilangan bo'lsa, biz uni buning uchun jazoga loyiq ko'rishimiz qanchalik to'g'ri? Qonun bu savolga jazo albatta zarurdir deydi. Faylasuflar uchun esa bu biroz murakkab masala. Masalan, Sam Harris determinizmni tan olish insonlar orasida o'zaro hamdardlikni kuchaytirishini aytadi. Biz barchamiz o'zimiz tanlamagan sabablarning oqibati mahsulimiz. Bugun determinizm nevrologiya, sun'iy intellekt va hatto pop madaniyatni ta'qib qilayotgan sharpa kabi. Skanerlar natijasi shuni ko'rsatadiki, qarorlar miyamizda ongimizga yetib kelishidan avval paydo bo'ladi. Bu erkin iroda illyuziyasiga zarba beruvchi ilmiy haqiqat. Algoritmlar esa umumiy qilib olganda bizning tanlovlarimizni tobora sifatliroq bashorat qilishni o'rganmoqda. Netflix seriallaridan tortib siyosat maydonida kimga ovoz berishni tanlashimizgacha. Ammo biz baribir o'zimizni erkindek his qilamiz. Biz kimlarnidir maqtaymiz, kimlarnidir ayblaymiz va ertangi kun uchun rejalar quramiz. Ushbu paradoks bizning umumiy merosimizdir. Nietzsche buni amor fati, ya'ni taqdirni sevish deb atagan. Determinizmni qabul qilish bu taslim bo'lish degani emas, albatta. Ilmiy fantastika yozuvchisi Philip K. Dick aytganki, reallik shunday narsaki, siz unga ishonishni to'xtatsangiz ham u yo'q bo'lib qolmaydi. Ehtimol yechim erkinlikka qaytadan talqin berishdadir. Erkinlik bu cheklovlar doirasidagi ijod. Musiqachi xuddi 12 ta notalar bilan chegaralangan bo'lishiga qaramay, ulardan har safar turli va o'ziga xos musiqa bastalagani kabi, biz ham bizga berilgan tanlov va imkoniyatlardan o'z hayotimizni quramiz. Determinizm bizni koinotdagi o'rnimiz haqida o'ylashga majbur qiladi.
Biz birovning asaridagi aktyorlarmizmi yoki o'z asarimizni yozayotgan mustaqil mualliflar? Ushbu videoni ko'rib tugatar ekansiz, aytingchi, uni ko'rish mustaqil tanlovingiz bo'ldimi yoki shunday bo'lishi allaqachon borliq ssenariysida yozilgan edi?